Hammaga salom obunachilar. Bugun men sizlar bilan birgalikda Silverjon bo'ladi. Do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda ya'ni o'zimni survival dunyomda davom ettiramiz. Qani unda let's go. Videoni boshladim. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Qani unda let's go. Videoga o'tamiz. Qani qo'lga o'tish qanaqa edi? Mana endi bo'lsa mana temirlarni qayerdan olding deydiganlarga buni umuman kreativdan olganim yo'q. Kunim 2. Ilyos ko'rsatib beraman qaysi konga tushganimni. Hozir qayerdadir bor edi, shu yaqin atrofda. Mana shu yoqda edi. Bitta kon topdim, o'sha yerga tushdim. Keyin nima desam bo'ladi? Temir topdim u yerdan. 7 ta temir topdim. O'zimga narsa yasadim. Yana ham qo'shimchasiga temir narsalar yasab oldim. Keyin qilich kirka, xo'p. Unda biza tushib ketamiz pastga. Chunki yana menga temir kerak. Bizning maqsadimiz bilasizlar, 20 kun yashash, umuman o'lmaslik. Ili yangi Minecraft'ni tortaman bolalar. Minecraft'ni o'zini eski grafikadan xayrlashamiz. Qani xo'p, mana endi bolalar videoda umuman 2x qo'yilmagan. Zerikib qolmasliklar uchun ko'p men qilmayman. Ili bir joyda ko'p narsani qazib ham o'tirmayman. O'tgan safar qaysidir yergami tushib qoldim men. Barrel anaqa qaysidir joyga tushib qolgandim. U videoni qo'ymayman chunki qo'ya olmayman. Ikkita videoni birlashtirib. Temir! Temir! Vau, bolalar, ko'rib turibsizlar. Temir chiqdi. Endi shuncha tushdim va nihoyat temir chiqdi. Mayli. Kreativdan olmaganman buni. Serios, unaqa men alda video olmayman. Ataylab qo'ymaganman ham bolalar. Unaqadan Xudo o'zi saqlasin. What the fuck? What the fuck? What? What the fuck? Qancha joyni portlatib yubordi? Kötü qisamiz. Qoch! O'zi o'tgan safar shunaqa bedrockda shunday qo'rqaman shunaqa narsadan. Nega desanglar bolalar? Chunki qandaydir horror ovoz keladi, bilasizlar. Kimdir o'ynasa, yangi qo'shilgan deb. Qo'rqmayman horrordan, lekin baribir Minecraft ham qo'rqinchli bolalar. Shunday. Qanday menda shuncha ortib qoldi? O'zimizga uy qursakmikan bolalar? Hali ertami? Menimcha erta bolalar. Nechta temir topganim qiziq menga. Va men 8 ta temir. Xarrosh. Xarrosh de. Ayt. Ko'zi qani buni? Mana ekan mana. Xira. Demadi xarrosh. Men o'ynashdim men bilan. O'ynashmayin arbob bilan. Arbob urar shapaloq bilan. Endi qo'yni o'ldirgandan foyda yo'q, go'sht bermaydi. Buni ham o'ldirgandan foyda yo'q, haram go'sht. Xo'p, mayli. Buni olamiz. Pechkani olamiz. Furnace. Pechkani qo'yamiz. Bu yoqqa ko'mir 2 ta, bitta bo'lar ekan. Bitta qo'yamiz. Hammasini qo'yib yuboramiz. Romni 8 ta pishiradi. Bu yoqdan cobblestone qo'yamiz. Qani cobblestone? Cobblestone qani? What the fuck?
cobblestone yasab olamiz, crafting table. Endi bolalar unaqa what the fuck, unaqa narsalar gapirmayman. Seriyozne gapiraman. No, mayli. Xo'p, videoga o'tadigan bo'lsa, endi bizga o'zi temir kerak edi. Temir topor уже meni qo'limda o'zida. No, mayli. Ana endi temir topor yasaymiz bolalar. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, yanvarda oxirigacha Vatan himoyachilar kunida endi 2 bo'lsam, Xudo xohlasa endi shu bilan o'zi 3 tami temirim? Endi 4 ta bo'ldi. Da oyoq kiyim yasaymiz. Va nihoyat personajimizda what the fuck? Zo'r bolalar, o'rganib qo'yganman. Aytmasdan tura olmayman o'sha. Mayli. Xo'p. Bizda nechta temir? 2 ta, ili hozir 3 ta bo'ladi. U 3 ta temirni ishlatmayman. Nega deganlarga? Chunki bolalar men nima desam bo'ladi? Mana bu yerga buni qo'yamiz, bu yoqqa bitta 2 ta buni. To'xtanglar, nima men bu kirkani qo'yib yormayapman. 2 tagina anoda qo'yamiz. Endi bizda himoya ham bor. Biz yolonga yo'qmasmiz. Oyog'imiz bor. Ne personajimiz yolonga ishtoni yo'q, uyalmaydimi? Oxiri yomamsan-da sen kirkayam. Oh! Nega yeyishim kerak hali? Go'shimni. Xuyoqqa tiqil berga, xuyoqqa tiqil. Shuncha joyda yeb tashabsan. Ana yerda ham yeding. Xuyoqqa tiqil. Zo'r bolalar. Your origin corporation manda men bolalar. 3 ta temirimiz bor. Temirim bor, to'g'rirog'i. Miza deb o'rganib qopman. Xo'p, endi baliq ovlaymiz. Voy! Nima deb mana mizani tasha, o'zing o'ynaysan-ku, Minecraft. Uzr. Suvni qaranglar, chiroyliligini. Suv chiroyli. Voy! Cho'kibman. Yugur! Yalanga yo'q. Yugurishni bilmaydigan cho'loq. Yomg'ir yog'gani qaranglar, mob bilan urishaman. Bu Minecraftda qalqon yo'q, to'g'ri-chun. Bularga P yomg'ir pomg'iri bilan tashaveradi bular. Orka, asab zo'rayapti-da shunday qilib. Xo'p, mayli bolalar, 8 minutlik video bo'lib qo'yibdi. Sakrab bir. Men ham jinniga o'xshab. Temir chiq, temir. Temir broniya yasay, menga ham ber temir. No, ничего, зато temir berdi. No, bitta uchun meni sotding, Minecraft. Qayerdan keldim men? Qayerdan bulib qo'yay? Tagidaman-ku Minecraft. Nega bu asab buzadi, bolalar? Aytinglar, nega? Ataylab qilaman Minecraft ham. No, quyosh botyapti. Eng qizig'i bunda ana yomg'ir yog'sa ham quyoshni ko'rsatar ekan. Shunisi yoqyapti bolalar. Bu 3-kun. Uxlaymiz va nihoyat bolalar, va nihoyat.
endi turamiz. Xo'p. No, bir ikkita joylari 2x bo'ladi. Bu ikkinchi qismi, uchinchi qismi edi. Bitta 13 minutlik videoni tashlab ketganman. Uni ham qo'yaman. Agar negativ bo'lib ketsa, men sen temirlardan odan olgansan, undan olgansan deb negativ bo'lib ketsa, qaranglar. Texnologiya. Voh! Yetmasmi? Yoshingni qara. Hey, what the Ye, to'xta. Kallangga kiylanmi? Kallangga kiylan. Key, nega kiymayapsan? Key. No, mayli, nicho. Yana qo'ylarni sharmanda qilamiz. Meni kasbim qo'ylarni sharmanda qilish. Noto'g'ri tushunmanglar. Bolalar video ham o'z nihoyasiga yetib qopti bolalar. Chiroyligina oyoq kiyimlarni ham oldik. 4 ta temircha bilan 5 ta temir bo'lsa, bittani yasayman. Ishton yasayman 5 ta bo'lsa. Xo'p, mayli, unda hammaga xayr bolalar. Sizlar bilan men Silverjon bo'ldi. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Shu 14-yanvargacha 2 bo'lish kerak. Hammaga xayr bolalar.